Diqqat! Ushbu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Meni 150 ta obunachim bor. Agar ular yo'ldan to'xtab qoladigan bo'lsa, o'lishadi. Shoshma Grox, agar men to'xtab qoladigan bo'lsam, sen meni nima qilasan? Otamanda oxirgi bo'lib marraga yetib kelgan mendan sirli sovg'ani oladi. Xo'sh, sizlar hozir 150 kishi. Agar to'xtab qoladigan bo'lsangiz o'lasizlar. Oy, sizlar boshqa tomonga ketyapsizlar. Voy, jin ursin, hali o'yin boshlanmasdan o'lyapsizlarmi? Mana bunga yordam kerak. Oy, to'xtash mumkin emas. Menimcha biz ikkovimiz ham tiqilib qoldik. Nima, bu yerda challenge bo'lyaptimi? Tezroq yugur, yurakka to'kildilar. Oy, oldinda sizlarni parkur kutyapti, parkur. Oy, to'xtash mumkin emas. Yo'lda davom etaveringlar. Xush, bu yerda ozgina dam olsa ham bo'lar ekan. Sizlar o'rgimchak iniga yetib keldingiz. Men bu o'yinda bo'lmasligim kerak edi. Jiro'san nimalar bo'lyapti o'zi bu yerda? La'nati, men hech nimani ko'rmayapman. Oy, qurbaqajon, nima gap? Hammasi ajoyib boshlar. Oy, tuyaga tegmasligingiz kerak. Jiro'san. Jin ursin, ko'proq odam tirik qoldi-ku. Mana endi o'yin yanada qiziq bo'lishi uchun qaynoqqina surpriz kutyapti. Men mana shu surprizni olmoqchiman. Qani? Jin ursin. Mana endi meni navbatim 1, mana bunisi 2. Mana endi tanla. Ishtirokchilar tomoniga 15 ta creeper yuborasanmi yoki bo'lmasam o'yinchilardan 5 kishi portlasinmi? Hoy, Grox. Xo'sh, nima gap, nima bo'ldi? Ular ham ozgina qiynalishsin. Ha, mayli, 5 ta ishtirokchi portlaydi. Yo'q, xudoyim. Jin ursin, men bo'lishim ham mumkin edi. La'nati, biz sakrashimiz kerakmi? Sakrashimiz kerak. Xo'sh, xursandmisan? Albatta. Keyingi o'yinda ishtirokchilar komandaga bo'linishadi. Agar ular tillodan bo'lgan blok tomonga o'tadigan bo'lsa, ular kapitan bo'lishadi. Lekin suvga tushmanglar, u yerda akula bor. Men eng yaxshisiman. Yuramek, nariroq tur. Biz qirollarmiz. Yo'qolay bu yerdan. Jin ursin, sizlar oxirgisizlar, demak o'lishingiz aniq. Hey, hozir kim aytdi to'xtash kerak deb? Kim aytdi deyapman bu gapni? Men eng zo'riman. 3 2 1, qani olg'a. Jin ursin, shunaqa ham komanda bo'ladimi? Ana bola umuman bizga qaramayapti ham. Jin ursin, yer la'nati. Yo'q, xudoyim. Qizillar o'chdi. Jin ursin, o'ldim deyaveringlar. Sizlarni aldashni xohlamayman, lekin o'ldim deyaveringlar. Mana bu bola xoda yutganmi, nima bola joyidan qimirlamayapti. Ey, menga qara. Menimcha uni kallasi ishlamaydi yoki qulog'i kar. Menga qaranglar, narigi tomondagilar o'tib olyapti. Bular narigisi ham uxlab yotibdi. Jin ursin, ular hali ham qiynalishyaptimi? Bitta noyob sakrash xolosmi? Maylimi, men komandamni o'zgartirsam? Men buni qiyin desam qiyin emas ekan. Yana bitta noyob sakrash bormi? Mana endi bir nechta bloklar ustidan saklasam bo'ldi. Shumi seni eng qiyin sinovlaring, Grox? Jiro'san, biz yashillar. Menimcha biz yutdik, nima bo'lo? Menimcha sizlarning qolishingiz aniq. Qo'yil, sen o'tib oldingmi? Barakalla. Mana endi finishni bosib o'tsang bo'ldi. Nima, ularni ustidan kulmoqchimisan? Birga kulamizmi? Qani oshna bo'la qol. Hali ortingdan qizil komanda kelgani yo'q. Chunki sen oxirgidan birinchisan. Yo'q, mana bu xoda yutganni nima qilamiz? Oshna, sen komandangni xafa qilyapsan. Yana uxlab qoldingmi nima bo'lo? Do'stlar, u yana uxlab qoldi. Grox, yo'qot u la'natini. Tezda o'rniga qirolni qo'y. Demak, oxirgi men. Qani bo'la qol oshna, hali qizillar ortda. Ko'klam, men senga ishonaman. Sen buni uddalaysan. Bo'la qol Ko'klam. Tushunmadim. Men kolonnani ustiga turib bilmayapman. Bular oson yo'lni topishdimi? Grox, 1 daqiqa. Qani oshna, sen uddalaysan. Xayolni bir joyga jamla, uxlab qolma. Oshna, suv kabi bo'l, suv kabi. Yo'q, xudoyim. Mana shu qizilni o'yinni boshidan yo'qotib yuborish kerak edi. Bo'la qol, sen juda ham sekin yuryapsan. Meni komandam mana shu yo'ldan yurishimni aytgan edi. Demak, men komandamga ishonaman. Qizil yaqinlashib keldi. Menimcha qizillar mana shu videodan keyin tarixda qoladi. Menda hali imkoniyat bor. O'zi qayerdan ham ularga quloq soldim. Jiro'san, u orqaga qaytdimi? Jiro'san, biz aytgan yo'ldan yurmayapti la'nati. Orqaga qayt. Xo'sh, 3 blok senga uzoqlik qilyaptimi? Qani oshna bo'la qol, sakra. Yer la'nati. Yo'q, xudoyim. Siz bir qadam qo'lni-ya. Qani? Yo, tavba. Jin ursin, nimalar qilyapsizlar? Bir qadam qolgan edi. Hozir men tezda yetib kelaman. Yana sen meni oldimdan chiqdingmi? Meni
qizil bor-ku, ataylab bizni nervimizga o'ynayapti. Tezroq o'tsak bo'lmaydimi? Uraman o'ylasam o'zi kuchuk. Komandang sendan xafa. Ha, men uddaladim. Voy, Jinovson uddaladimi? Agar o't olmasak edi, orqaga patikamni uchirib tiqardim. Hoy do'stlar, sariqlar, ko'klar, qizillar, yashillar. Jinurson, shunaqangi qaltiryapman. Qani sariq voy bo'la qol, sariq mashshak. Oshna, sen uchun hali hayot tugamagan. Senda tanlash imkoniyati bor. Qani bu yoqqa kelinglar do'stlar. Yoki sen o'lasan, yoki seni komandang o'ladi. Uni komandasini o'ldiringlar. Oshna, o'zing o'lsang biz qutulamiz. Oshna, agar sen o'ladigan bo'lsang, sovg'ani senga beraman. Jinovson nima vag'ar-vug'ra bo'lyapti u yerda? Va'da qo'yadi, biz chiqib oldik. Hoy, quloq solinglar. Bizga bu kerak emas. O'shlar, men sen bilanman. Men haligi Yillarati, ular akulaga yem bo'lishyapti. Yo xudoyim. Men hozirgina bittasini uchib o'tganini ko'rdim. O'lay agar bilmadim, Grox buni ko'rdimi yoki yo'qmi? Sizlar buni hech kimga aytmaysizlarmi? Keyingi o'yin majburiy emas. Men ko'rdim, sen qimirlamading. Xo'sh, keyingi o'yin majburiy emas. Lekin o'yinda g'olib bo'lgan ishtirokchi qolgan 20 ta ishtirokchini hayotini hal qiladi. Hoy Grox, agar meni qimirlamasam, sen meni nima qilasan? Men shunchaki seni otib o'ldiraman. Mayli, sizlar bu o'yinda qatnashishingiz shart emas. Majburiy emas demoqchiman. Agar xohlasangiz, mana bu sariq platformani ustiga chiqishingiz mumkin. Hoy, sen sariq platformani ustiga chiqishing mumkin. Nima uchun aynan men chiqishim kerak? Xo'sh do'stlar, bo'lmasam boshladik. Faqat o'lib qolmanglar do'stlar, o'lib qolmanglar. Hoy, nega meni itaryapsan? Hech kim joyidan qimirlamasdan yo'q do'yim. Yillarati. La'nat, bizga yaqinlashib kelyapti. Bizni o'tyapti. Tushunmadim, mana bunda zirhli kiyim bormi? Mana bunda. Nima bola o'ynashga kelyaptiman, maymunning bolasi. Hoy, bu zirhli kiyim emas, u g'olib bo'lgani uchun aura paydo bo'lgan. Aurangni padariga la'nat. Men o'ldim. Yillarati. Sizlar o'tdingiz. Xo'sh do'stlar, sizning sharofatingiz bilan qancha parkur to'siqlardan o'tgan bo'lsangiz, shuncha ishtirokchi o'ladi. Parkur qanchalik uzoq bo'lsa, shunchalik qiyin bo'ladi. Yo xudoyim. Do'stlar, sizlardan 3 kishi o'ladi. Do'stlar, faqat meni urmanglar, meni urmanglar. Men shu tirik qolganlarning ichida bo'lsam bo'lmasmidi? To'g'ri aytasan oshna. Men shunchaki bunisini o'ldiraman, bunisini ham. Xo'sh, keyingi raundga o'tamiz. Demak, ovoz beramiz. Ko'ramiz aytilgan tomongacha nechta odam qancha vaqt ichida o'tarkin. Men boshqa tomonga boraman. To'xtashni xayolingizga ham keltirmang. Hoy, sizlar mana bu tomonga borishingiz kerak. La'nati yo'q. Biz boshqa tomonga boryapmizmi? Xo'sh, men nima deyishga ham hayron qoldim. Voy Grox, axir sen qatnashmaysan-ku. Nimaga ekan men qatnashaman? Biz esa yo'q. Nima, meni komandangga olmaysanmi? Do'stlar, mana endi ovoz berishni boshlanglar. To'xtashni xayolingizga ham keltirmang, ovoz berish kerak emas. Tushunmadim, hozir kim baqirdi? Mana endi parkur boshlandi, parkur. La'nati. Bu yerda parkur simulyatsiyasi bormi? Xo'sh, mol go'shtini olasizlarmi yoki tovuq go'shtini? La'nati. Men ikkovini ham oldim. Xo'sh, endi menga nima berasan? Nima, mendan nimadir kutganmiding? Agar sizlar ham mening o'yinimda qatnashni xohlasangiz, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Xo'sh do'stlar, sizlarda imkoniyat bor. Sizlar ovoz berishingiz mumkin. Sizlarni aldamoqchi emasman, lekin sizlarni zarba kutib turibdi. Yo'q xudoyim. Agar o'rning ichidan shunday zarba olganimda edi, tirik qolmagan bo'lardim. Niyating amalga oshdi. Keyingi sinov murakkab to'siqlar yo'lagi bo'ladi. Undan marrani kesib o'tgan 2 nafar o'yinchi ular finalga yo'l olishadi. Mana shunda Groxdan sirli sovg'ani olish imkoniyati bo'ladi. Qani do'stlar, bo'la qolinglar. Menimcha men o'lsam kerak. Men o'lganim yo'q hali. Hoy do'stlar, xayolingizni bir joyga qo'ying. Ehtiyot bo'linglar. Viruslar bizga qarab skeletlar hujum qilar ekan. Ehtiyot bo'linglar dedim-ku. La'nat, menimcha tugadimi? Mayli, bora qolay. Borgan sari qiyin bo'lyapti. Qani oshna bo'la qol. Qani bo'la qol oshna, yana ozgina qoldi. La'nati. Men uddaladim. Xo'sh do'stlar, hammasi yaxshi. Mana endi finaldagi ishtirokchilar qiyin yo'ldan o'tishadi. Keyin esa oxirgi to'siqdan o'tib, mana shundagina $1000 qo'lga kiritadi. Qani do'stlar, hozirroq boshlashingiz mumkin. Birinchi bo'lib men boraman, baribir senda hech nima o'xshamaydi. Agar men nimadir xato qiladigan bo'lsam, men o'lamanmi? Sizlar shtraf olasizlar. 15 sekundlik shtraf. Mana endi ko'rib qo'y g'olibni. Qo'yil. Qani oshna, yana bir qadam qo'ychi. Bo'la qol. Nima uchun ekan birinchi qadamni sen qo'y. Bo'la qol, meni vaqtim yo'q.
Nima vaqt endi bormi? O, Jinurson, u penalti oldi. Xo'sh, men olg'a qadam bosishim kerak. Jinurson, yana keldingmi? Senga oxirgi imkoniyat berilgan edi. Mana endi men g'olib bo'laman. Mayli, qani bo'la qol. Men senga ishonaman oshna. Umuman olganda menga bu kerak emas. O, Jinurson, yana ozgina qoldi. Sizlarning yutug'ingiz bir necha qadamlik. Bu yutuq meniki bo'ladi. Men gapimga javob beraman. Sen nimaga buncha ish olib kerilyapsan? Menimcha hozir seni tutqarog'ing tutadi. Do'stlar, bir necha qadamlar qoldi. Menimcha tutqaroq senda bor. Mana endi oxirgi zarbani men o'zim beraman. Yellanati. O, yillanati. Ana sakra. Menga o'xshamadimi, senda ham o'xshamaydi. Yo'q, men uddaladim. Men g'olibman. Agar aholi kuyishini xohlamasang obuna bo'l.